Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Dog'istonda kuchli portlash yuz berdi. AQSh Eronga yangi zarbalarni amalga oshirdi. Tehron qattiq javob tayyorlamoqda. Pokiston va Afg'oniston o'rtasida yana to'qnashuv. O'nlab qurbonlar bor. Erkaklar, tan oling, ba'zan telefoningizning quvvati siznikidan uzoqroq yetib qoladimi? Kayfiyat joyida, niyat joyida, lekin energiya yetishmayaptimi? Ayolingizni yana bir bor ko'nglini zabt etishni xohlaysizmi? Shunda ko'plab erkaklar tanlayotgan vulkan haqida o'ylab ko'ring. Erkaklar salomatligini qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan mahsulot. Jinsiy quvvatingizni ham yuqori darajaga olib chiqadi. Va eng yaxshi yangilik, hozir 30% chegirma. O'zingizga bo'lgan ishonchni yo'qotmang. Vulkan, faol va ishonchli hayot sari qadam. Hoziroq buyurtma bering. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha bepul. Dog'istonda kuchli portlash yuz berdi. Dog'istonning Qizilyurt shahridagi magistral gaz quvurida 3 ta katta portlash sodir bo'lib, yirik yong'in kelib chiqdi. Bu haqda Dog'iston favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, kecha 9-iyun kuni Dog'istonning Qizilyurt shahrida Mazdok Kazi-Magomed magistral gaz quvurida 3 ta portlash sodir bo'lgan. Quvur Gazprom Transgaz Maxachqal'a MJJ kompaniyasiga tegishli bo'lib, portlashdan keyin yirik yong'in boshlangan. Dog'iston favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, hodisaga Qizilyurt tumanidagi Bavtug'ay va Gelbax aholi punktlari oralig'ida quvurning germetikligi buzilishi sabab bo'lgan. Portlashlardan keyin chiqqan alanganing balandligi 15 metrgacha yetgan. Favqulodda xizmatlar yong'inni 2 soatdan ortiq vaqt davomida o'chirgan. Mahalliy hokimiyat ma'lumotiga ko'ra, hodisa oqibatida halok bo'lganlar va jabrlanganlar yo'q. Qizilyurt shahri rahbari Said Mamatxanovning TASS agentligiga ma'lum qilishicha, Qizilyurt tumanida yashovchi qariyb 140 nafar aholi evakuatsiya qilinib, qarindoshlari uylariga joylashtirilgan. Qayd etilishicha, hodisa tufayli Qizilyurt shahri, shuningdek Qizilyurt va Kumtor qalin tumanlaridagi qator qishloqlarda yaqin bir sutka davomida gaz ta'minoti to'xtatilgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Gazprom Transgaz Maxachqal'a MJJ dispetcheri aholida 3 kunlik gaz zaxirasi mavjudligini bildirgan. Ma'lumot uchun, Mazdok Kazi-Magomed gaz quvuri Dog'istonning bir qator tumanlarini gaz bilan ta'minlaydi. Shuningdek, u Gazprom tomonidan tabiiy gazni janubiy yo'nalishga, jumladan Ozarbayjonga yetkazib berish uchun ham foydalaniladi. AQSh Eronga yangi zarbalarni amalga oshirdi. Tehron qattiq javob tayyorlamoqda. AQSh qurolli kuchlari Eron tomonidan urib tushirilgani aytilayotgan Apache jangovar vertolyoti ortidan Erondagi nishonlarga yana zarbalar berdi. Bu haqda AQSh markaziy qo'mondonligi CENTCOM ma'lum qildi, deb yozmoqda Deutsche Welle. CENTCOM bayonotiga ko'ra, operatsiya Hormuz bo'g'ozida amerikalik harbiy vertolyotga qarshi amalga oshirilgan harakatlarga mutanosib javob sifatida o'tkazilgan. AQSh prezidenti Donald Trump ABC News telekanaliga bergan intervyusida zarbalarni zarur choralar deb atadi. Javob juda kuchli va juda qat'iy bo'lishi kerak edi. Hozir aynan shunday bo'lmoqda, dedi Trump. Axios nashri manbalariga ko'ra, AQSh harbiylari Hormuz bo'g'ozi hududidagi Eronning bir nechta havo mudofaasi tizimlari va radiolokatsion stansiyalariga zarba bergan. Eron ommaviy axborot vositalari mamlakat janubida Hormuz bo'g'ozi yaqinidagi hududlarda portlashlar sodir bo'lgani haqida xabar berdi. Tasnim agentligi ma'lumotiga ko'ra, portlashlar Sirik va Minob shaharlarida hamda Qeshim orolida eshitilgan. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi Vashingtonni javob choralaridan ogohlantirdi. Jang maydonidagi muvaffaqiyatsizliklariga qaramay, AQSh bizning qat'iyatimizni sinab ko'rishga qaror qildi. Qudratli qurolli kuchlarimiz hech bir hujum yoki tahdidni javobsiz qoldirmaydi. Xavfsiz bo'lishni istasangiz mintaqamizni tark eting, deb yozdi u X ijtimoiy tarmog'ida. Keyinchalik Tasnim agentligi Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi bayonotini e'lon qilib, Eron AQShning mintaqadagi obyektlarga raketalar va dronlar uchirganini ma'lum qildi. Bir necha soatdan so'ng CENTCOM operatsiya yakunlanganini bildirib, zarbalar Eronning Hormuz bo'g'ozi yaqinidagi radar tizimlari, havo mudofaasi vositalari va yer usti boshqaruv punktlariga qaratilganini tasdiqladi. Bundan avval Trump o'zining Truth Social tarmog'ida Apache vertolyoti bilan bog'liq hodisa ortidan Eronga qarshi javob choralari ko'rilishini ma'lum qilgan edi. Uning ta'kidlashicha, vertolyot Hormuz bo'g'ozi ustida patrullik qilayotgan paytda Eron harbiylari tomonidan urib tushirilgan. Trumpning yozishicha, hodisa vaqtida 2 uchuvchi omon qolgan va xavfsiz joyga evakuatsiya qilingan.
Associated Press agentligiga anonimlik sharti bilan izoh bergan AQSh rasmiysining aytishicha, vertolyot Eronning uchuvchisiz uchish apparati bilan to'qnashib ketgandan so'ng qulagan bo'lishi mumkin. Biroq bu to'qnashuv ataylab sodir etilganmi yoki yo'qmi hozircha noma'lum. Rasmiy bayonotlarda ushbu versiya tilga olinmagan. So'nggi kunlarda AQSh va Isroilning Eronga qarshi harbiy amaliyotlari bo'yicha e'lon qilingan o't ochishni to'xtatish rejimiga qaramay, mintaqadagi vaziyat bir necha bor keskinlashdi. 7-iyun kuni kechqurun Eron aprel oyidan buyon ilk bor Isroil hududiga raketa hujumi uyushtirdi. Eron tomoni bunga Isroilning Bayrutdagi Hizbulloh harakati tayanch hududlari hisoblangan manzillarga bergan aviazarbalarni sabab sifatida ko'rsatdi. Shundan so'ng Isroil ham Erondagi nishonlarga zarbalarni qayta boshladi. 8-iyun kuni tomonlar vaqtinchalik o't ochishni to'xtatish haqida e'lon qilgan edi. Shu bilan birga Eronga qarshi javob operatsiyasi boshlanishidan bir necha soat oldin Tramp Tehron bilan tinchlik bitimi tuzish imkoniyati saqlanib qolayotganini bildirgan. Biz juda yaxshi kelishuvning yakuniy bosqichiga yaqinlashib qoldik, dedi AQSh prezidenti. Uning qo'shimcha qilishicha, Eron bilan muzokaralar yaqin 2-3 kun ichida yakunlanishi mumkin. Pokiston va Afg'oniston o'rtasida yana to'qnashuv. O'nlab qurbonlar bor. Afg'onistondagi Tolibon hukumatı Pokiston harbiylarini mamlakatning Kunar, Xost va Paktika viloyatlariga bergan aviazarbalari oqibatida kamida 13 kishi halok bo'lganida aybladi. Qurbonlarning aksariyati bolalar ekani aytilmoqda. Bu haqda Al Jazeera yozmoqda. Tolibon hukumatı matbuot kotibi Zabihulloh Mujohidning ma'lum qilishicha, halok bo'lganlar orasida 11 nafar bola, bir ayol va bir keksa erkak bor. Yana 14 nafar ayol va bola yaralangan. Biz ushbu gumanitar jinoyat va tajovuzkorlik harakatini qat'iy qoralaymiz, dedi Mujohid. Pokiston tomoni hozircha mazkur zarbalar yuzasidan rasmiy izoh bermadi. Zarbalar turar joylarga berilgani aytilmoqda. FBI agentligining Xost viloyatidagi manbasiga ko'ra, Spera tumanidagi uyga berilgan zarba oqibatida 9 kishi halok bo'lgan, yana 10 kishi yaralangan. Qo'shni Paktika viloyatining Barmal tumanida esa yana bir hujum oqibatida 3 nafar tinch aholi halok bo'lgan. Mahalliy aholi vakillarining aytishicha, zarba turar joyga berilgan va qurbonlar bolalar bo'lgan. Aviatsiya zarbalari Pokistonning Xayber Paxtunxva viloyatida joylashgan Hasanxil hududidagi xavfsizlik postiga uyushtirilgan hujum ortidan amalga oshirildi. Rasmiy Islomobodga ko'ra, hujumni Pokiston Toliboni harakati jangarilari amalga oshirgan. To'qnashuvlarda Pokiston Federal Konstabulярiyasining 6 nafar xodimi halok bo'lgan. Yana bir necha kishi yaralangan. Pokiston avval ham Afg'oniston hududiga zarbalar berganini tan olib, ularning nishoni Pokiston Toliboni harakati jangarilari bo'lganini bildirgan. Pokiston va Afg'oniston o'rtasidagi munosabatlar 2021-yilda Tolibon hokimiyatga qaytgandan buyon murakkabligicha qolmoqda. Islomobod Afg'onistonni Pokiston hududida hujumlar uyushtirayotgan Pokiston Toliboni harakati jangarilariga boshpana berishda ayblab keladi.